Bir lahzada mana bunday bo'lib, bor topgan tutganimiz yo'q qilib qo'yish Alloh taologa oson ekan. Xo'p, qadrdonlar, hozir biz Andijon viloyatida turibmiz. Bu yerda 12 kishi yashaydigan bir xo'jalikda uyi to'liq yonib bitgan. Hozir bu xo'jalik qo'shniso uyda yashayapti. Qadrdonlar, mana shu videomizga tepa-tem men bilan savobga ega bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bir-birlaringizga shu videoni ulashib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. 5 mingdir, 10 mingdir yordam qiladigan bo'lsalaringiz, Xudo xolasa shu xo'jaligimiz ham uyli, joyli bo'lib qolish imkoniyati paydo bo'ladi. Qadrdonlar, yaqinda birlashib bir masjid gumbazini 3 kun ichida o'rnatdik. Xudo xolasa mana shu odamlarga ham ozgina yordam qilsak, Xudo xolasa uyli, joyli bo'lib qoladi. Hammalaringning himmatlaringizga Xudo baraka bersin. Bu videoni bitta like bosib, qadrdonlarga jo'natib qo'yinglar. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Rahmat. 12 ta odam. Nechta uyda bu yerda? Mana 4 ta, bu yerda 2 ta. Anom bilan 7 ta.